Qo'shnilar yaxshimisizlar? Yangi qo'shnimiz. Yaxshimisizlar? Sizlarni yangi qo'shnilarman. Erim bilan ajrashib, ozgina qiynalib qoldim. Ish topib bersanglar yaxshi bo'lardi. Voy, ajrashgan zatmaysizmi o'zim ishda? Assalomu alaykum. Qo'shnilar yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Kakra so'zli bitta ayol kishi qidiryaptik. Oyligi ham normalniy, unaqa yomon emas. Qo'shnilar assalomu alaykum. Hormaylar, yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Bu ojiza sinimizga ancha yordam kerak bo'lib qopti. Nima xizmat bo'lsa ham mana biz tayyormiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Men litseyam yutib shunday yozib yuborsin, endi nech pulli oylik bo'lsin, shularni gaplashib olamizda. Bir 20 millionlik oylik bo'lsa ham ishlayveramikin. Qo'shnilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu zaifa ancha qiylanibdilar va biroz ertaroq aytmaganlar qaranglar. Ish bormi? 6 millionmi, 7 millionmi ish qilib beramiz. Faqat o'zimiz kelishib olamiz. Nomerini berib qo'ysangiz bo'ldi, ha. Qo'shnilar, xormanglar. Juda qiynalib qolgan qizagani, ha. Ana bizda ish bor-da. Kakra Sergelida KAI degan avtosalon ochdik. O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik, xudo xolasa. 7-8 million oylik qilib beramiz. Agar zo'r ishlasa, KAI X7ni ham sovg'a qo'raveramiz, qo'shnilar. Ishqib bu gruppada ayollar yo'qmidi? Avvallar gruppasiga tashlab yubormaylar, qo'shnilar. Bunaqa g'amxo'r qo'shnilarim bor deb o'ylamadim. Yomon ham g'amxo'r ekansizlar, Mahallani fondiga pul yig'amiz desa hech kim yozmaydi. Bunaqada yozasizlar, ha? Qo'shnilar.